Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Andijon jamoasi Bektemir Abdumannonov bilan shartnomasini uzaytirdi. Burgutlar unga ishonch bildirdi. Bu haqda O'zbekiston Professional Liga matbuot xizmati xabar berdi. 22 yoshli joriy mavsum Burgutlar safida Superligada 10 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va yana bir golli uzatmani amalga oshirdi. Eslatib o'tamiz, bir necha kun avval Andijon jamoasi Maksim Shatskiyni bosh murabbiy sifatida e'lon qilgan edi. Maksim Shatskiy ishlari yurishmayotgan Andijon klubini yana top jamoalar qatoriga qo'sha oladimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Andijon jamoasini ishlari yurishmayotganligi sababi nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.